Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, hurmatli tomorqa egalari. Navbatdagi bog' zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurash tadbirlari bo'yicha video suhbatimizni boshlaymiz. Bugun sizlarga bog'larda zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurash tadbirlarining asosiy 5 ta tadbiri bo'yicha suhbat qilamiz. Quyidagi asosan 5 ta tadbirni kompleks olib borilsa, bog'lardagi zararkunanda va kasalliklarning oldi olingan bo'ladi. Birinchidan, bog'larda kuz oylarida yig'im-terim bilan birgalikda barcha turdagi mevalar qatorida tagidagi xazonlar yig'ishtirib ko'miladi, bog' qator oralari haydaladi va daraxt taglarini yumshatish tadbirlari tavsiya qilinadi. Ikkinchidan, daraxt tanasidagi ko'chgan po'stloqlarni tozalash, yig'ishtirib olib kuydirib tashlash, yara bo'lgan joylarga bog' malhami, daraxt tanasiga esa ohakli eritmaga muz kuporasi qo'shib bo'yab chiqish tadbirlari tavsiya qilinadi. Uchinchidan, bog'larga kuz va bahor mavsumida fosforli va kaliyli o'g'itlarni solish, vegetativ davrda esa azotli o'g'itlar berish, tuproqni gumus qatlamini boyitish uchun hamda qo'ng'iz lichinkalari bo'lmasligi uchun gum chirindisi va biogumuslarni solish tavsiya qilinadi. To'rtinchidan, erta ko'klamda esa daraxtning yorilgan joylarini bog' malhami bilan to'ldirish, daraxt tanasini qayta ohaklash, himoya belbog'larini qaytadan tozalab bog'lash tadbirlari tavsiya qilinadi. Beshinchidan, bog'larda mevalarning pishishi va to'kilishini e'tiborga olib, doim tushgan mevalarni terib olib turish, daraxt tuplari ostini toza tutish yoki mulchalash tadbirlarini bajarish tavsiya qilinadi. Aziz bog'bonlar va tomorqa egalari, bu tadbirlarni har yili muttasil olib borsangiz, sog'lom bog' yaratgan bo'lasiz. Yetishtirayotgan mevalaringizning sifatli bo'lishiga erishasiz. Bog' eking, yaxshidan bog' qolur.